Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1 oyda nashr qilgan roman Ili Dolqunlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 1-qism. 4-bob. 2. Sizlarga nima kam? Dedi Hörünsaxon tirikib. Nədiki yalan töşlərə rapavatçılıq qilib, ancha-muncha rapavatçılıq qilib qo'ymasang, tapavat o'zligidan kelmaydi, dedi Aqtamboy tomga yo'linib o'ltirib, qo'lidagi inchika archa yog'chi bilan tishini ko'chilab. Hörünsaxon derizda ikki qo'lini qo'ltiqiga qistirgan holda boyga ochiqlanib o'ltiradi. Rapavatçilik deganni-chu, qaraslar, biladigan, yandura oladigan odamga qilsa bo'ladi. U qo'lini qo'ltig'idan ilib, oldiga tushib olgan bir tal chichini keyniga ochiqi bilan otdi. Hörünsaxon oq yuzlik, shalang inchika qoshliq, bo'yi egizrak, yapaloq manglayliq, qapiqi do'ng, tishlari oltindan qoplangan, chavuldab turadigan so'zman xotin. U tapaniga yetgudak uzun ikki o'rimi chichig'a bir jing jala silib, kumush choch tangilar esib, tangilarini shiriqlatib, chichini so'qib yurishni yaxshi ko'radi. Uning yeshi 40 dan oshgan bo'lib, Aqtamboyning amriga ilinib, boshqa yezidagi halliq oiladan bu yerga kelganiga 25 yil bo'lgan. Bu mahallaga yangi kelgan chog'larda xotin qizlar jamoatchiligi ichida uningga Hörlam degan o'zgargan araklatma nom qo'yilgan edi. O'z oilasiga qaraganda bir necha hassa ustun boy bo'lgan bu oilaga kelgandan keyingi izzat hurmat bu yosh cho'kanning ko'nglini ko'tarib, tavini o'stirdi. Keyinroq cho'ng so'rinlarda u yashangan xotinlarning gaplariga aralashadigan bo'ldi. Kimning xotini? Aqtamboyning. Shuningga yarasha bilikiga oltin bilazuk, maydasiga oltin bulapka, barmoqlarga qo'sh-qo'shlab yaqut ko'zlik uzuklarni soladigan bo'lib qoldi. Tishlariga oltin qoplatdi. Chichimi o'sib, aynib tapiniga yetdi. Mana shuning bilan uzuncha cho'rlam, oltinchi cho'rlam deydigan nomlar paydo bo'lishga boshladi. Dastlabda bu nomlarga uning masligi kelib yurdi. Keyinroq bo'lsa bo'libmi, bu Hörlam degan araklatma nom hurmati uchun to'y to'kin, nazir chiroqlarda u barmoqcha dasturxon silinmaydigan hol shakllanganda ochiqlanadigan, terikib qilin lavlari titraydigan bo'lib qoldi. Chunki bu nom uni kichiklatgandek, hurmat qilmayotgandek tuyuladigan bo'ldi. Aqtamboy dadasining vasiyatiga asosan Hörünsaxonni egilikni boshqarish ishlariga aralashtirmaydi. Rustamboy har qandoq ishga xotin haqni aralashtirmaslik kerak deb vasiyat qilgan edi. Boy uningga maslahat qilmay o'z ishini qilaveradi. Biroq Hörünsaxon qachon bo'lmasin boyning ishlariga aralashib oladi. Aqtamboy dastlabda Hörünsaxonning bu qiliqiga ochiqlandi, lekin u bu qiliqini tashlamagandan keyin e'tibormi qilmaydigan bo'ldi. Hörünsaxon ba'zida mundoq ishlarga kanadek mahkam yepishilib turib olgan chog'larda boy o'z ishining sirini, maqsadini ichib, uni qoyil qilishga majbur bo'ladi. San undoq degan bilan, dedi boy turqini o'zgartmay turib, rapovatchilik qilishning yo'li bor. Har qandoq yo'l bo'lgan bilan u qalandar nimasi bilan yondiradi? Boy terkib qishi yuqori ko'tarildi. Kuchi bilan yondirdi emasmi? İşlemaydigan haddimi ularning? İşlemaydigan haqqi yo'q. Ammo zamon qayon, sen shu yon degan maqol bor. Bilamsan, dadamning tutqa yo'li oqmaydi. Qibli tamda seriq hukumat bor. U yerda bizdek boylar tugidi. Ularga kelgan kun bizga kelmaydi deb o'ylamsina? Mushu Shingduban degan nima? Ashu seriq hukumat bilan texicha do'st bo'lyapsa, sen nag'ri qarab mashdasimisang bo'lamdi. O'san boylar Tudaxun boy, damulla jallablar, qisqasi hammala boylar hozir ashu rasi bilan do'st bo'lib savdo qilyotidi. Sen xotin nimani bilasan? Ular bolalarini na'nalarga avatib o'qityotidi. Bizmo cho'ngroq boy bo'layli, savdogarchilik qilayli, zavod qurayli, dunyoning boshqa yerlarini ko'rayli. Sen xotin texi konkiga tushib boqmading. Suvda uzisan, havoda uchsan, texi buning uchun Anvardaklarni qo'ltiqqa qismay bo'lamdi.
O'sanboylarning ni katiblari, hisobchilari, apandilari, aqlchilari bor. Ular misoli mavi gilamdek cho'ng bir yerni pirqirtibyotidi. Bizchu qo'lyog'liqchilik texi shunimi boshqarolmayotimiz. Ey nadon xotin, to'la chalvaqimay hiliqi bir navr singlingni ko'ndirgin. U orzuliq qizni mushu Anvarga chatayli. To'y egisi o'zim bo'laman. O'rinsaxin qapqini suzib nozlandi. Hammani o'zlarla ko'rala. Boylarning o'ylariga o'zlarla keradila. Menimi akirsizlar, ko'ray, bilay. Buningdan keyin akirman, ko'rsataman deb va'da bersizlar. O'rilqani muni cho'qir apandiga o'zimla chetib qo'yman. Boy kulimsirdi va nozlanib turgan ayolining ingini yuqori ko'tarib qo'yib, "Mangamo biror to'qol chetib qo'yarsan?" dedi. Ayol tumshug'ini ta'tur o'rib yolg'on noz bilan do'msaydi. To'ymas, nafsi yomon. Nafsi yo'q odam boy bo'lolmaydi, xotin, dedi boy xotinini yenik quchoqlab. 3. Tong yengila yorishiga Nadam Xadik Harvini qo'shishga boshladi. U dog'ini silishni toza aplashtirolmay turganda Gayet kelib yordamlashdi. "Amdi sen akirdikansan-da", dedi Gayet dog'ining tasmasini tartib bog'lavitib. "O'tganda men akirgan edim. Ilohim, bu ilashmanga da'vo tepilmag'iydi." Nadam kuldi. U uyga kirib ketdi. Uydan ochiqqan qizil gilamni kigizning ustiga silib, Arvaning kayni tarpiga ikki qatlab beg'irrang maxmal ko'rpini soldi. Hamma narsa tayyor bo'lganda, beshiga kamchat tumoq, uchisiga qora ko'k muvutdan tikilgan pirija, oyog'iga past poshniliq o'tuk kiygan Aqtamboy bilan beshiga qamoq quloqcha, uchisiga 4 yanchuqliq chopon shim kiygan Varisjon maxmal ko'rpining ustiga chiqib o'ltirdi. Nadam bojini qo'lga ilishig'ila ot yurib ketdi. Ulug' ichilgan darvozadan Arvini ehtiyot bilan chiqardi. O'rinsaxin uztib ko'chagacha chiqdi. "Xo'sh, balam, salomat berib kel." Ular faqat Xodiqqa qo'shildigan qovul to'riq otning bo'yniga silingan jarangliq qo'ng'iroqlar sadosi ichida mahalladan tizla chiqib ketdi. Ular tez minib tushga yaqin shaharga kirib keldi. Bugun juma edi. Nadam G'ulja shahrini birinchi qitim ko'rdi. Hamma narsa uningga yangi bo'lib ko'rindi. Aqtam Bayninkidek esil imoratlar ko'p uchraydi. Ko'chaning ba'zi yerlarida balaxonliq uylar ko'zga chiliqatdi. Har xil kiyimlik odamlar, ba'zilari sikatlik paltolarni kiygan, boshlariga choch qo'ygan, ba'zilari xuddi Bayninkidek choponlarni kiygan, ba'zilarining mo'rilarida ajoyibla belgilar bor. Shapkasining oldi egiz bo'lib, manglaygan nurg'un burjaklik, valildab turadigan bir narsa qadalgan, beldagi tasma belvoqqa qopliq tapancha osgan odamlar bu bor edi. "Ha, bu chiriklar boshlig'i", deb o'yladi Nadam. U nihoyatda aniq ko'rdi. Shahar ko'chalarida yurgan ko'pchilik odamlar yanila o'z yezisidagidek jul-jul kiyimlik, uning ustiga qalandarlarimi ko'p edi. "Paqas bo'l, ko'zingga qarab ayda." Aqtamboy pat-pat shundoq deb Nadamni ogohlantirib turadi. Haqiqatan shaharda odam ko'p edi. Har xil kasb egalarining o'z mollarini danglab varqirashlari quloqni yaratdi. Aralab avtomobillarmi uchrab qoladi. Mundaq chog'da kishilar darrov o'zlarini yo'lning chetiga oladi. O'tib ketguncha harvalar to'xtab turishadi. Ular ko'k ko'rikka yetay deb qolganda, oldi tarafdan Xodik harvaga tushgan yo'g'on sallilik, chasaqal bir odam ko'rindi. Aqtamboy Nadamga "To'xtat harvini", dedi-da, o'zi harvadan tushdi. Yo'g'on sallilik odammu harvadan tushib, har ikkilisi tangla "Assalomu alaykum" deyishib, nihoyatda qizg'in ko'rishib ketishdi va ko'chaning chetiga chiqib, iriq bo'yda parang qilib o'ltirdi. Bu yer savdo do'konlari ko'p, boshqa yerlarga qaraganda avatroq bo'lib, ko'ktat va har turli mevalarni sotadiganlar ko'proq edi. Atagandan kechgacha savdo setiq qiladiganlar besiqmaydi. Ham savdo qilmaydiganlar ochiq ko'k tamakini tortishib, dugdarishib yurgan bekor talatlarmi nurg'un edi. Qibladan so'qqan sovuq shamol ularning bosh ustida sangilab yurgan
Qaramtul ko'kuch bulutlar qor yig'ib qilishdan derak bermoqda edi. Ko'cha to'palarimo namlashib yig'ilishib qolg'achqa purqirab uchmaydi. Odamlar tushgan xodik harvalar u yoqdan bu yoqqa jaranglab o'tib turadi. Tirikchilik g'imi, qor yig'ib qilish andisi odamlarni obdanla oldirtib qo'ygan edi. Varisjon qalin kiyimlar ichidamo muzlab titrab o'ltirgani bilan nodam sovuqqa pisand qilmay to'rt atrofiga yalt-yult qilib qarab o'ltiradi. Shaharni birinchi qatim ko'rayotganligi uchun qiziqish tuyg'ulari dammu-dam o'rilmoqda edi. "Hey bola!" dedi Nodamga moylashgan harbiy kiyim kiygan biri. "Harvangni mayoq akel." Nodam beshini chayqab, "Yo'q!" dedi. U yinib kelib Nodamning maydisiga noqib, "Mayoqqa mang, bizning sayni solidu, man pul beridu." dedi Uyg'ur tilini buzib so'zlab. Nodam uning maqsadini tushunib, "Yo'q, men kira qilmayman." dedi. Varisjon o'z o'rnida qimir qilmay o'ltiradi. Harbiy otning bojisini Nodamning qo'lidan tortdi. Nodam bojiga mahkam islavlib, "Kira qilmayman dedim-ku, kira qilmayman. Qandoq gap uqmaydigan nima mavu?" dedi. Nirraqda Said do'konining oldida avarang harbiy shim tujurka kiygan, oldi egiz shapkasining mangliyiga 12 qirliq belga taqıgan, mayda yanchuqining ustiga aeroplan suratlik iznak qadigan bir askar boshliqi sapsilib qarab turadi. Oxiri u keldi. U keldida "Zo, zo!" deb varqirab, ochiqi bilan Nodamning qachtig'a 2-3 ni urvatdi. Nodammu uning yonbeshiga birni tepdi. Shu asnoda odamlar yig'ilib ketdi. Ahtam baymo hiliqi yo'g'on sallalik odam bilan xo'shlashib yetib keldi. Bu askarlar Say do'konidan aeroplan stansiyasidagi lyotchiklar uchun har kuni atiganda Say setib oladi-da. Uni harvakashlarga kira qilib, bu yerdan 5-6 chaqirim yiroqlikdagi aeroplan stansiyasiga elib ketadi. Bugun ular harvu topolmay qolgan edi. Aslida bu yerda kira harvalari to'xtaydigan o'rin bor edi. Biroq bir necha kundan beri bu yerda tushgacha birmu harva to'xtamaydigan bo'lib qoldi. Chunki ular kira qilib saylarini oparib olib, pulini bermay harvakashlarni qo'g'lab o'tadi. Hiliqi askar boshlig'i otning bojisini tortib, og'ziga kelgan yomon tillar bilan Nodamni tillayotadi. "Zo, sinku, zo!" Odamlar ko'p yig'ilib ketgachga u yonbeshiga bir tepik yegan bo'lsa-mu, Nodamni qayta urmadi. Ahtamboy kulimsirab askar boshlig'ining oldiga keldida bojini tutib, "Biz kira qilmaymiz, siz uqmay qolgan o'xshaysiz" dedi va "Amdi meni ko'rib bojini tashlab beradi-ku" deb o'ylagan edi. Biroq talati so'rin askar boshlig'ining boyning so'latlik kiyim kechki bilan nima ishi, u boyni maydisidan kuch bilan ittiribdi. Ahtamboy bir toshqa putlashib o'ngdisiga tushdi. To'pida bulg'inib o'ngdisiga yotgan dadisini ko'rib, varisjon yig'lab ketdi. Ahtamboy alamga chidamay o'rnidan turdida, "Voy munofiq, kishiga zo'rlik qilamsan?" deb uning oldiga divaylab keldi. Boyning yuzlari tatirib, qirqigan soqollari titrab ketgan edi. "Nima degan zo'rlik bu? Osh berganga mush beradigan ishkanda, yaqindan beri ularni kishilarga bak zo'rlik qildigan bo'lib ketdi deyishyotadi. O'z ko'zim bilan ko'rdim, rostkan. Biz haqqila mushundoq qiladigan bo'lib ketdi" dedi qarab turg'ishlardan biri. "G'aljirlashdi bular." Uning so'ziga taraf-tarafdan un qatgan ovozlar ko'tarildi. "Qancha g'aljirlashsa, o'limi shuncha yiqilishdi. G'aljirlashgan it oxir tayoq to'qmoqda o'ludi emasmi?" Askar boshlig'i yenidan tapanchisini sug'urib oldida, ko'zlarining oq paxtasini chiqarib, "Sinku, sinku!" deb tillashqa boshladi. U tapanchini ko'rib hammasi qochidi deb o'ylagan edi. Biroq yig'ilgan odamlar taraf-tarafdan churqirishishga boshladi. Ular askar boshlig'ining quloq mingisini yedi va uni cho'chitibmi qo'ydi. Kishilar uning tapanchasiga pisandmi qilmay varqirashdi. "Pa, nimancha zo'rliq senlarga? Ko'zingni och! Urib yotqizitish kerak. Bu ifloslarning qo'lidan nima keladigan ko'rib baqayli. Nochi bo'lsang tapanchani etib baqqina qani. Voy do'zax shotisi. No'xlisi o'sib qapti buning.
jadisini berib qo'ymog'icha tinmaydi bu. Uning to'rt atrofi g'azablangan kishilarning noqiyotgan qo'llari bilan to'lgan edi. U o'ziga nafrat bilan tikilib turgan yuzlarga, o't chaqnagan ko'zlarga qarayolmay qoldi. Yuragi tupildab, chiroyi sarg'ishqa boshladi-da, so'qishdan chiqqan xo'rozdek putlari derildab, dekildab, to'p ichidan chiqib ketdi va olgan saylariga qarmay mangdi. Ko'pchilik ichidan tekidan chiqdi, tekidan degan edi. Ko'pchilik paraqlab kulib ketishdi. Shuncha ko'p odam ichida nomusqa qolgan, alamdan yuzlari tatargan Aqtamboy nima qilarini bilmay tamtirab harvaga chiqib o'ltirdi. Nodam bojini silkidi. Harva ko'rikdan o'tib yon ko'chaga buraldi. Tebib mushu ko'chada edi. Boy xiyol qilib ketib boradi. Qaranglar, ahmoqning zo'rlig'ini. Shuncha ko'pchilik ichida o'ltirdi-g'u meni. Yuzimni yerga urdi-g'u. Meni tap tartma shundoq qilgan yerda avam xalqqa kun yo'qkanda, bizning odamligimizni unutibdi. Rastla g'aljirlashibdi. Bizdan nimsavanlik o'tdi. Biz kirakash bo'lmasak, kira qilmaymiz deganga zo'rlik qilsa, texi topanchisini chiqarsa, bu haddidan oshqanlik bo'lmay nima? Nodammu xiyol qilib ketib boradi. Hukumat deganlari mushular ekanda. Ha, amdi bildim. Akamni o'ltirganlarimi mushular ekan. Opam so'zlab berganlarning ayni o'zilg'u. Agar ko'pchilik aralashmagan bo'lsa, meni etib tashlaydi. Bo'lmasa meningdan bir tepik yegan u qonxo'r to'xtab qoladimi? Ko'pchilikdan toza qo'rqadi ekan-g'u. Shahar odamlari nima degan qo'rqmasa, ular bir hurpividi, quyruqini xada qildi-g'u ana. To'xtab tur, zolimlar. Anvar apandim degandek, senlarning adipangni berdigan chog'larmi kelib qolar. Shu chog'da uning yodiga dadisi bilan aksi keldi. Chunki Nodam dadisi Nosir Axun bilan aksi Nodirning boylardinmi, hukumatdanmi qo'rqmaydigan odamlar ekanligini ko'p kishilardan anglagan. Qo'rqmas bo'lganligi uchun o'z tangtushlaridan burun beajal o'lib ketganligini yosh bola o'ylab yetgan. Lekin dadisi bilan aksining qandoq o'lganligini u texmi bilmaydi. Nodam shahardan chiqqandan keyin qo'rsqini yerim yata to'yg'izibla o'zi qaraydigan mollarning holidan xabar oldida uyiga kirib yotadi. Lekin uyqusi kelmadi. Bugun nemishqidir ichi titildab, yuragini nimadir bir nima tatalaydi. Butun badanlaridan qo'zg'algan achchiq hislar uningga arom bermayotadi. Oxiri u hovliga chiqib, derazadan so'z yo'ruq ko'rinib turgan Gayetning juvozxonasiga kirib turib qoldi. Biroq u yerga kirishdanmi yaltaydi. Kechilib o'z uyiga qarab mandi. Uyiga kelib onasiga shaharda ko'rganlarini, talatidan muz yig'ib turadigan heliqi askar boshlig'ini, uning qilgan zo'rliqlarini, shahar xalqining uningga birla hurpiyib, uni qochirayotganligini birma-bir so'zlab berdi va oxirida akamni o'ltirganlar shularmikin deyman apa, dedi. Ko'p ishlarni ko'rib, yurak oldi bo'lib qolgan ana cho'nqur g'azab bilan kelgan o'g'liga nasihat qilishga boshladi. Qo'y bolam, undaq hukumat odamlarga behuda chiqilma. Meni aya, sen undaq degan bilan muthamlikka qandoq chidaydi kishi, dedi Nodam opasining so'zini bo'lib. Shahar odamlarini qara, ular qo'rqmaydigan-g'u. Qo'rqmaydigandu. Beshig'i kelmagandan keyin shundoq qo'rqmaydigandu. Sen qancha qo'rqsang, u shuncha qo'rqitidi, deydi Anvar apandim. Bu gap rostkan. Nodam yerim kecha bo'lay deganda o'z uyidan boyning uyiga qaytdi. U darvoza oldidagi supida uzoq o'ltirdi. Dadisi fojialik holda o'lmagan bo'lsa, aksini hukumat o'ltirayotmagan bo'lsa, u Aqtam boyning gundaxonasiga bog'lanib qiynalmaydi. Heliqi o'zini musht bilan urgan askar boshlig'i aksinimi o'ltirganmi, kim biladi uni? Uning kiyimlari parqiriq bo'lgani bilan ko'zlari qon ichgan itning ko'zidek qip-qizil turmamdi. Ashu qon ichkuchilarnimi, munu Aqtamboydek qon sho'rg'uchilarnimi go'rga tiqalaydigan bir palvon chiqmasmi? Buni jazman Anvar apandim biladi. U yechilmaydigan bu chigishning sirini so'rab bilish uchun Anvar apandining yotiqi tarafga qarab mandi. Davomi bor.